kelyapsiz. Assalomu alaykum. Registratsiya uchun telefon raqamingiz bilan ismingizni aytib yuborasiz. Ismim Farruh. Telefon raqamingiz. 99-75. Kofe ichasizmi, suv ichasizmi? Suv bering. Hozir menejerlarimiz chaqirib beraman. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, keling, yaxshi keldingizmi? Keling, aka. Avtomobillarimiz aka, Dongfeng 008larimiz aka, gibrid bo'ladi aka. Bular oxirgi avlod gibrid. Tokda 210, polni vaqtida 1300 bo'ladi aka mashinalaringiz. Tanlagan rangingizdan bor, oq desiz oq, qora desiz qora. Xohlaganingizdan qilib beramiz aka. Mashinalarimizdan aka, chuqur to'lov usulida olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Birinchisi naqdga, aka, xohlasiz nasiya savdoga, xohlasiz kredit. Endi kreditga aka, eng minimum 25% olib chiqasiz mashinamizdan. Agar nasiya qilmoqchi bo'lsak, nasiyaga 50% to'lov qilib beramiz. Nasiya savdomiz aka 2 yilgacha bo'ladi aka. Avtokreditimiz 5 yilgacha bo'ladi. Ikkovi ham primiy nomimizga chiqadi. Bular qulaylik tomonidan aka, o'zining ichida xolodilniklari bor aka, mikrovolovkasi bor aka. Mashinamiz ham o'sha Lilega o'xshab chiqqan kapitan sizdena. Hozirgi paytda juda ko'p ketayotgan model bo'ladi. Kapitan sizdena juda ko'pchilik yo'q bor. Tanlagandan qilib beramiz akajon. O'rtasida displeylari bo'ladi, monitorlari aka. Oilaviy yoki uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsangiz ham aka, monitorlarni tushirib olib aka, bemalol YouTube qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Ko'ring akajon, ishingizni aka bir kunda hal qilib beramiz aka. Primiy nomimizga chiqadi aka. Nomer taqib ketaverasiz aka, bemalol. Rahmat aka. Sog' bo'ling, charchagansiz.